Vay nima deysan aka, nima deysan? Nima deyman, menga mayaqqa, menga. Ko'zingni yumala. Adam taqaza qilma, ochadi da. Ocha. 3, 2, 1. Balam hiç kız yok. Hiç qisi yo'q ukam, voy bu bir qanchalik ishda bu hech qisi yo'q. Bak tövenmi bo'lmabdi nomer. Şu. Hamdillah ko'nglingdagidek olamagan bo'lsangmi, herhalde bak töven emas ekan. Normal ekan bo'ldi ko'nglingni nima qilmay, kallang chashmay. Hech qisi yo'q ukam, bunga hechnim bo'lmaydi. Bu ya bir mushnolar bilan bir tugab ketadigan ish bo'lmasa qayla. Hech qisi yo'q. Ko'nglingni yerim qilmagan ukam. Akan rastlaydı balam. Ana mana qildi. Ukam mana choqni intamoq tayyorlik qilaman deb chapa chekdi. Degan biz bir teshik chiqib, o'daraq be tamoqxonadan bizga kirib tamoq yeb, amda bir mo'ngishib o'tirib keldilar, chima. Aqlliq balam, ma'qul. Shunda qo'pa balam, qo'pa. Ukam. Ukam. Onam naşlıq deyə qıtıkən çıxıblar naşlıqlarını qılıb alaq qab. Vay aka men avar qılmaqla yigim yo'q. Qayla balam. Ataydın seni deb sen omroq tamoq qildin. Issig'ida yevala, sovup ketgil turda. Chiqamayanga. Vay mening ko'zim chirib olmaqla, ana tamoq yigim yo'q mening. Balam manda dema. Vay, ana, bu sana bir şey olmadı. Yok balam, hiç şey olmadı. Bu bir oturup sen ya? Neçə gün oldu ya tamaq yemisa. Mening çıdıq-çılkım qalmadı balam. Bo'ldi, qo'pa. Men nima qilay? Kel. Furkan. Ishqnasan, paranglasa qulab kesh kerak. Vay aka mening faqat paranglashqim yo'q, bizdan tinch qo'yinglar meni. Qaylar jenim Furkan. O kichikkina shunda kallangni chegizib olsang bo'lmaydi. Sen iliq sınaq imtihonida shunda yuqori nomerni olgan biz bilamiz, uni sening qanday yaxshi o'qiydiganligingni biz bilamiz. Ba'zi odamlar ta'lim yoshda kajolab qoladigan gap Furkan. Ta'lim undan kelmaydigan gap. Uni to'liqlasak bo'ladi emasmi? O bek cho'ng ish emas Furkan. Anam bichorani ko'rdan necha kundan yaxshi shu seni tamoq yemdi deb o'sha qizinib o'tirib yig'lab o'zingni o'ylamasangmi, bizni o'ylamasangmi, onamni o'zim o'ylab qo'ygan Furkan. Acha chiroyli paranglashib mo'ngdishlar qaylar. Vay aka menga unda tasalli bermay demaysan hozir. Vay bir tinch bir aramimni qo'yalım yine. Qaylar jenim Furkan, ishni ochqin. Men sening akang o'g'andiki o'tirib paranglashlar kallangda nima bo'l shuni degan menda buruqtumbilik qilib, uyning ichiga chirivilib, menda o'zingni qijnimigan jenim Furkan. Acha ishni bir paranglashlar jimash kelan. Vay aka meni bir aramimni qo'ygin, paranglashqim yo'q. Furkan, ishni ochqin bir paranglashaylar Furkan. Ma'qulmi? Furkan. Ishni ochar. Vay nima deysan aka, nima deysan? Nima deyman, menga mayaqqa, menga nima qiladi ma bu? O'tiraman yerda. Gap qilmag'ana sen. Ya gap qilmag'ana sen, o'tira. Nim bo'ldi? Ha? Nim bo'ldi? Ya ma 5 kun bo'ldi, sen hozir uyga bir chirib ketgancha chiqmag'ila. Aşı bir nomer senin bütün hayatını belgileyip tutmağa akşamımda, ha? Ma anam bile eşkeğine seni aldığını paypetek olup tutparımız ya. Anam aya oturup da anam gibi işin ağrımdı mı senin, ha? Sen bir oğavalı tuturan ma anam deydiği adam gibi işin ağrımdı mı? Ve yaxşı nomer alamadığın olsan kayıt okusan bunu demez mi? Kayıt okup yani şu numarını yaxşırak alsan bunu demez mi? Qayla Furkan. Ma dadam yok, ma öyde ma onun biçare bizden mujinchilik bir cho'ng qilgan ma. Ma ayolni biz xop qilsak bo'lmaydi, tushundingmi? Ma ayolni yig'latsak biz bo'lmaydi, tushundingmi? Nimanda o'zingni so'ramaysa, bo'libdi, bugun o'ngishilib qolar, at o'ngishilib qolar, bugun o'ngishilib qolar deb faqat so'zingni so'ramading ya. Mening shu yo'g'on bilib qolganda seni silkigim bormi meni? Ha? Seni silkigim bormi? Qayla balam, manda azaplanma. Akanın gipini anla. Akanı xapolma aka digine balam. Digine. Qayla Furkan.
bu qitimliq intamdan töven nomer olib qolganing sening bundan keyingi hayotingda har qanday yo'l qaqtirib töven nomer oladigan yoki bo'lmasa sening ishlaring faqatla oqmaydi degan gap emas. Shu. Buningdan keyin sening ma hayot yo'ling bak uzun, sen tek kichik. Bizning sana muşunda deyişimizlik sebep seni bir yaxşı okusun ki istiqbal tekim yaxşı olsun bizge o'sha japa chekib qolmasin demekçi. Shu. Buningdan töven nomer olib qolgan bo'lsang, qaytalab o'qib yuqori nomerni qayta olsang bo'ladi emasmi? Ha? Canım aka em üzən bir de bakalım nerede okuyayım hem qaz mektep bağında. Fikam. Manda izlanishni bil. Men shu sening mishin nomeringning töven olib qolganligini bilgandan men izlandim. Mening İbrahimcan ma'lumda bir ag'inam bor. O Urumchi bu tajriba to'liq o'tir maktabiniki o'quvchi qabul qilishgansining mudiri. Bu Urumchi bu tajriba to'liq o'tir maktabi, o'sha oliy maktab imtihonidan tuvanib qolgan bolani qaytadan kuchaytirish sinfi, qaytadan o'qib, qaytadan oliy maktab qatnash sinfini yo'l qo'yapti. Shu yerga berib qayta o'qib imtihon bersang bo'ladi emasmi fikam? Oy. Telefon nomerini yozib ola. Menmi telefon qilib qo'yma. Senmi o'zing ko'rishib o'qiydigan odam sen bo'lgandan keyin ma'lum men qanday o'qiyman, nima ish qilaman deganni İbrahimjon ma'lumdan so'rasang bo'ladi. Yoza. 133 99 97 77 55. İsmi İbrahimjon ma'lum. Cima fikam. Canım balam, yanıp fırstan ba degen gap. Tırıssanglan boluda. Qopanglar. Teshik chiqdi. Endi tamoq yesak bo'la? Yele. Yana silkib chirkitamlar ya. Qopsiya. Balam mening tamqımı teyya oğa. Oy, undas anamning tamoqini yeydi. Men tamakka chiqay. Anamning tamoqiga yetmaydi.